Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Men bugun bir mavzu to'g'risida gapirmoqchiman. Shunga qanaqa qilib sarlavha qo'ysam ekan? Sal jo'skiroq sarlavha qo'ymasam unchalik ta'sir qilmasa kerak. Ko'pchilik hozir sarlavhaga qarab kirar ekan-da, men bilishimga qaraganda. Shu hattoki ayrim sezguvchi odamlar shundoq sezib qolishibdiki, shu sarlavhaga qarab, demak, videoni ko'rar ekan, demak. Endi menimcha uni begonalar ko'rsa kerak, ya'ni tanimagan yoki bo'lmasam obuna bo'lmagan odamlar. Lekin obunachilar o'zi biladi-ku, to'g'rimi yo'q? Endi men maqsadga tez o'tadigan bo'lsam-chi, men sarlavhani shu agar serka so'qir bo'lsa-chi desam qanaqa bo'lar ekan? Serkani bilasizlar, hamma shaharda yashaydigan bolalar bilmasa ham kerak, hozirgi bolalarning ko'pi bilmasa kerak. Serka bu demak o'sha qo'ylarning podasini yetalayveradigan keksa echki. Agar o'sha so'qir bo'lsa-chi, qaqa jargobot tashaveradi hamma podani. Shuning uchun bu yosh avlodni demak dunyoqarashini shakllanishida, qanaqa inson bo'lib shakllanishida, u mehribon bo'ladimi, qahr qattiq bo'ladimi, hayoli bo'ladimi, behayo bo'ladimi, ilmli bo'ladimi, ilmsiz bo'ladimi, iymonli bo'ladimi, iymonsiz bo'ladimi, bu hammasida asosiy kattalarning roli bor. Kattalarni, ya'ni yoshi ulug'larni, yosh kattalarni, o'rta yoshlarni, undan keyin mana yoshlar deymiz, keyin o'smirlar, keyin mana bolajonlar keladi. Mana shunaqa bir qancha avlodga demak bo'linadi. Shuning uchun yosh katta avlod agar o'zimizda bir dunyo qarashimiz, saviyamiz, men past demay qolay, o'sha hozirgi zamon talabiga moslashib turib, hozirgi yoshlarni ham bir xil bo'lib ketadigan bo'lsak, unda kim yo'l boshlaydi, kim rahnamo bo'ladi? Ya'ni demoqchimanki, o'sha Alloh taolo o'sha bir Qur'onda murojaat qilgan joyi bor ekanda, Qur'onda bandalarga aytgan ekanki, men ikkita toifa odamni doim farishtalarim la'natlab turadi, osmondagi, yerdagi farishtalarim. Ikki toifa odamni. Ya'ni bittasi nima desam bo'lar ekan? O'zi kambag'al bo'lib turib, takobur bo'lib, o'zini boy tutib, boyni nima deydi, fe'l atvorlarni qiladigan takobur kambag'alli, bittasi o'zi yosh, keksa bo'lib turib, qari, chol yoki kampir bo'lib turib, yoshlarni amallarini, yoshlarni udumlarini, yoshlarni xususiyatlarini qiladigan keksalarni, mana shu ikkita toifani farishtalarim doim la'natlab turadi degan ekan. Endi albatta negativchilik aytib qo'yib, YouTube'ga kirib fikrini gapirish, bu mana bu imkoniyatdan foydalanish, boshqalarga demak o'zini fikrini yetkazish. Blogerlima. Shuning uchun siz ham chol bo'lib turib, mana yoshlarning ishini qilyapsiz demanglar. Anigini ham so'radim. YouTube'ga kirib birorta fikrni bildirish na diniy tarafdan gunoh emas, aylanib ketaydi. Hali ibodatgo'ylar, na qonun tarafidan taqiqlanmagan. Faqatgina bu narsa birovga foyda zarar bermasa, yaramaslikni, ifloslikni, vahshiylikni, fahsh ishlarni, harom ishlarni targ'ib qilmasa bo'ldi. Bu bilan nima demoqchiman? Mana kampirimni telefonini bir foydalanish uchun shunday olib qoldim-da, o'zimni Telegramni tekshirish uchun kampirimni telefonini olsam, bir paytda Telegramiga kirsam, TikTokdagi voqealar, Instagramdagi mana shunaqa yozib tashlagan. Voy, navaralarim ham foydalanadi-ku undan. Endi mayli, kampirim bechara endi o'zi kirishni bilmasa, birov
gapirgan bo'lsa, u ham bozorchi-da, bozorchi. Bozorda bitta yarimta endi. Bozorchi degan so'z mollarimni sut qatig'ini olib borib sotadi. Bozorda bitta yarimta yoshroqlar mana shu maqtagan bo'lsa, TikTokda mana shu narsani menga ham tashab ber degan bo'lsa, deb qarasam ichiga kirib qiziqchilik, ya'ni ayollar deydi qovun bo'ladi, qovun bilan bir xil bo'ladi deydi. Qarasam ani bolta, tesha deydigan Qashqadaryolarni cho'nqir to'pib kiyadigan qiziqchilar bor, ancha yildan beri. O'shalarni eshita qolay askiyasini desam, odam eshitib bo'lmaydi bu askiyani. Nima bo'lyapti odamlarga? Kampirimga aytdim, telefoningni hozir men hammasini tozaladim. Ani senga it qo'yibdimi deydigan odam yo'q. Menga shunaqa deysizlar hammanglar. Maqasan internetga chiqib it qo'yibdimi senga boboy deysan-ku. Yo'q, men kampirimga aytayotganki, TikTokda nima bor unga? TikTokni biladi yoshlar. Biza qanaqa endi o'zi boshqacha aytganda Guruz-Turuzdan yaqin qolganda o'zi TikToklar qanaqa men tomosha qilsam yo kirsam yo birovga menga tashib ber o'sha videoni desam deb men telefonda tursam men qanaqa navaralarimga yo o'quvchilarimga yo farzandlarimga yo yoshlarga bir nasihat qilishim kerak. Ana o'sha haligi ayol qovunga tenglagan anaqasini aytib beraymi sizlarga nima desam bo'lar ekan. Qiziqchiligini ko'rgandirsizlar. Ming afsus. Essiz san'at saroyi. Istiqlol san'at saroyi essiz. 50 ming odam o'tiribdi o'sha yerda. Aksariyat qizi bilan, o'g'li bilan, eri xotin, jub-jub, yosh, qari, hojona, hojidoda. Qancha odam, 50 ming odam bor-u, shuttaychalik, qarsaychalik, qotib kulmayotgan odam yo'q. 50 mingta odam ichida, bilasizmi? Nima deyapti u? O'g'liga aytayaptiki, xotin qovunga o'xshashning sababi deydi, uni deydi, hidiga qarab deydi, rangiga qarab, havosin kelib, o'yga olib kelgan qarasang bemiza chiqib qoladi deydi. O'g'li unga aytayaptiki, chaqmoqlab yesa bo'lmaydimi deyapti. Chaqmoqlasa bo'lmaydimi? Chaqmoqlab keyin olib kelsa desa, chaqmoqlasang deydi, olishga majbur bo'lasan deydi. Olmasamchi desa, olmasang keyin qaboqqa tushasan, seni ham chaqmoqlashadi. Shu masalan gapiradigan nimaga Hojiboy Tojiboy bilan shuni darg'alab o'lib ketdi. Kim bu? Mana qiziqchilar. O'z-o'zi odamlarmi? Ular qiziqchi ekan. Betayin gapni gapiribdi. Shuni mani anaqam qo'y deb o'chirish o'rniga bizani vazifamiz. O'shanchinchi jamiyatni buzilib ketishi shundan bo'lyapti. Baraka topkurlar. Yoshlardan mana shuncha ayb yo'q. Men o'sha 23 yil pedagog faoliyatini olib borgan odam to'g'risida gapiraman. Qaysi odam yoshlarni aybdor desa, yomon yo'lga kiryapti desa, xulqi yomon desa, xarakteri yomon desa, ibodati yo'q desa, yo bir qani qahri qattiq desa-chi, qattiq adashibdi-de. Hamma chaqaloq pok bo'lib tug'iladi. Begunoh bo'lib tug'iladi. Mana shu atrofdagi jamiyat, keksalar, ota-onalar, ustozlar, o'qituvchilar, muhit yoshlarni tarbiyalaydi. Biz oxirgi paytda o'zidan ketib qoldik. Mana shu oxirgi mana shu bir 25 yildan beri boring ana 35 yil 40 yil deng birorta normalniy bir nima deydi, mana shu Hojiboy Tojiboy darg'alar o'tib ketdi. Ne qo'shiq darg'alari o'tib ketdi. Hammasi chiqayotgan jurilarni qarang, mana televizorda jurilarni qarang, o'sha nimasidan o'rnak olasiz? Juriyni o'zi xalidagi bo'lsa baho beruvchi, ustozni o'zi xalidagi bo'lsa, o'qituvchi, murabbiy, pedagog, kampir chol, boboy, ota-onani o'zi xalidagi bo'lsa, nima bu yoshlardan kutish kerak? Juda xafa bo'lib ketdim, o'chirib tashladim hammasini TikTokini. Ana o'shandan uchinchi taninglar sog' bo'lsin-ku, umringlar uzoq bo'lsin, mendan xafa bo'lmanglar-ku-chi. Mana shu yoshlar o'zicha bizni berib qo'ymasligimiz kerak. Keyin mana yaqin ana yoshlarni ana Abror Muxtor Ali qaytaraman deydi, san nima qilsan san deydi. To'g'ri, unga ham balki PR bo'layotgandir sizlar aytganlaringiz. Lekin foydasi tegyapti-ku, lekin u kechdi. Bolani o'sha yoqqa ketib qolish darajasigacha olib kelmaslik kerak edi. Endi hali yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch deydigan narsa bo'lardi. Mirziyoyev davrida. Endi bu gaplarimiz hammasi shiorda qolaversa, davlat programmalarida qolaversa, prezident boshchiligida prezident olib borayotgan siyosatini mana masalan
qog'ozda chiroyli qarorlar chiqsa, sharoitlar to'g'risida, reformalar, nima desam bo'larkan, islohotlar to'g'risida, ta'limni islohotlar qilish, ma'naviyatni, madaniyatni isloh qilish to'g'risida qonunlar chiqursa deb, bular bu yoqda qolib ketaversa, senzura yo'q, senzura deydigan narsa, ramkangni bil deyish kerakda. Yo menga bo'lsam pretenziya qilinglar, yo o'sha juda zo'r Teshovoy bilan Boltovoy rosa zo'r qiziq gapni gapirdi. Tuzzaga urib kuladigan gapni gapirdi. Deganingizchi, qizingizni yoningizga o'tkazib qo'ying, yo keliningizni, yo bo'yi yetgan qizingizni, o'shani billa televizorda mundoq ko'rib o'tiring. Ota buvi sifatida, ota ona sifatida. Billa eshitinglar, chaqmoqlash qanaqa qilib. Ana o'shanchunchi taninglar sog' bo'lsin, men ko'p gapirmayman, ozgina chiqish qilib qo'ydim xolos. O'zinglar xulosa qilarsizlar.